Demak, assalomu alaykum hurmatli Universal Suite kanali kuzatuvchilari. Bugun maxsus video tayyorlanyapti. Aniqrog'i jonli efir. Bu jonli efirda nima sababdan bu yil, ya'ni 2026-2027 o'quv yilida kirishpalar juda ham keskin ko'tarilib ketganligiga izoh berib o'tmoqchiman. Shunday ekan, sizlar ham bir chetda aktiv bo'ling. Qanday savollaringiz bo'lsa agar bemalol yo'llashingiz mumkin chatga. Xo'p, keling, nima sababdan O'zbekistonda ballar buncha baland bu yil avvalgilariga qaraganda? Aslida buni javobi juda ham oddiy. Chunki bu yili milliy sertifikatlari soni juda ham ko'p. Juda ham ko'pchilik talaba imtihonga kelmasdan turib talaba bo'lib ulgurgan edi. Va shuning hisobiga ham ballar oshib ketdi. Chunki tasavvur qiling, hammada 189 ball olyapti, 189 ball. Hammada 189 ball. Juda ham ko'pchilikda 189 ball. Avvalgi kirish ballari esa eng kamida grant uchun oladigan bo'lsak, ayrim sohalarda 160, 165 ball bo'lyapti, lekin minglab talabalar 189 ball olyapti. Endi bu nima keltirib chiqaradi? Grant ballini o'zgartirishdan. Ya'ni grant balli nega o'zgaradi? Birinchidan universitetning o'zining bitta rejimi bor. Umumiy ballarni hisoblaydi. Qaysi ball yuqori, juda ham ko'p o'quvchi qaysi ballni olgan, kamchilik qaysi ballni olgan, ana shunga qarab yondashadi universitetlar va kirish ballari shunga qarab belgilanadi. Va juda ham ko'pchilik yuqori ball olgan bo'lsa, kontrakt va grantga kirish ballari ham shunga yarasha ko'tariladi. Qolgan sohalarda esa xuddi shunaqa. Endi tushish borasida tarix ona tili yo'nalishi bo'yicha adashmasam ko'pchilik yetarli ballni ola olmadi. Ya'ni hozir mana bu masalan jahon tillarida ko'pchilik 189 ballni olgan, milliy sertifikati borligi tufayli. Juda ham ko'pchilik olgani uchun 160 ballik narsa 186 dan tepaga ketib qoldi. 189 ball bo'lib qoldi. Chunki minglab olgan, minglab maksimal ballni olgan talabalar bitta universitetga topshirgan, bitta yo'nalishga topshirgan va shuning hisobiga ham ballar oshib ketdi. Endi tushganlarida kelsak, faqatgina tarix ona tilini eshitdim. Bu yerda ko'pchilik talabalar esa yetarli ballni to'play olishmagan. Bu yerda 160 ball grant bo'ladigan bo'lsa, endi 180 har xilda universitetlarga qarab, endi o'rtacha olib aytaman. 165, 170 bo'ladigan bo'lsa, bunaqa ballar yo'q bo'lgani uchun, deyarli bunaqa ball bo'lmagani uchun mana bu ballar umumiy hisobdan talabalardan qarab chiqyapti. Talabalarning ichida ko'p yuqori ball olganlari yuqori o'rinlarda 120, 140, 130, 150 bo'lgani uchun mana shu ballar bilan ham grant uchish imkoni mumkin bo'lyapti. Xuddi shunaqa. Mana shu ballarning qanaqa to'planganligi xullas umumiy hisobda hisoblanadi-da. Umumiy natijalar yuqori bo'ladigan bo'lsa, ballar oshib ketadi. Bu yil umumiy natijalar juda ham yuqori. To'g'ri, ko'pchilik o'yindan chiqib ketyapti. Har ikkitadan bitta talaba yetarli ballni to'play olishmagani aytilyapti. Lekin shunga qaramasdan avvallari shunaqa ediki, talabalarni olib qolish uchun ballar past edi. Ko'p ko'tarilmasdi. Juda ham birdan oshib ketmasdi. Bu yil hattoki ayrim sohalarda 30 ball kontrakt uchun ko'tarilib ketishi kutilyapti. O'zimning prognozim keladigan bo'lsa, grant uchun +5 yoki +10 ball ko'tarilib ketishi mumkin. Kontrakt uchun endi sohaning ommabopligiga qarab 15-20 ball ko'tarilib ketishi mumkin. Albatta bu aytgan narsalarim universitetning turgan o'rniga, joylashgan mintaqasiga bog'liq bo'ladi. Misol uchun Toshkentda ballar juda ham baland bo'lib ketadi yana. Chunki nimagadir hamma Toshkent shahriga topshirishga harakat qiladi, ya'ni shahar markazidagi universitetlarga, O'zbekiston Milliy universitetiga xususan. Bu yerda nima bo'ladi o'z navbatida? Raqobat kuchli bo'lgandan keyin eng zo'rlashiga topshiradi-da. Hamma tasavvur qiling, 500 ta kvota bo'ladigan bo'lsa, 500 taning ichida 300 ta, 400 tasi 189 balli bo'ladi. Endi tasavvur qiling, endi ballar qanday bo'ladi? Bunchasi odam 189 ball bilan topshirgan bo'lsa, hammasida yuqori ball bo'ladigan bo'lsa, kontrakt nima bo'ladi endi deysizda. Avvallari 180 ball kundan yuqori olsa, grant bo'lgan bo'lsa, endi o'sha narsa bilan kontraktga ham ilinmasligi mumkin. Shunaqa narsa bo'lib qoladi. O'shaning uchun ham men har doim aytib kelganman, universitet mana shu 5 ta yo'nalishda va o'zingizga 5 ta oliygoh tanlashdan avval menga uchrashing deganman, meni xizmatimdan foydalaning deganman. Menda premium xizmat bor edi. Telegram kanalim atigi 50 ming so'm edi. 50 ming so'mda bir hafta kerak bo'lsa 2 haftalab to'xtamasdan talabalar bilan ishlab, barcha savollarga javob berib kelganman. Imtihondan avval ham ular menga to'liq qo'yganlarga esa imtihongacha nima qilish kerakligini va qanaqa testlar ishlash kerakligini aytib berganman va uning 1 yillik mana shu imtihongacha bo'lgan yo'lni tuzib berganman, bitta PDF fayl qilib. Va mana shu imtihon, mana shu masalan bitta
universitetiga tayinlanyapti, jahon tillariga tayinlanyapti ekan. Mana shu jahon tillariga grantga kiraman dedi. Grantga kirishim uchun nima qilishim kerak deb menga savol berdi shu talaba. Men bordim, bitta PDF tuzdim. Maksimal ballni olish uchun nima qilish kerak bo'lsa, endi maksimal ballni olish uchun men unga allaqachon aytib qo'ygandim. Sertifikat bo'lmasa bu yil qiynalasan degani, u aytganini qilib, sertifikatini olgan. Hamma fanlardan yaxshi tayyorlangan. IELTSmidi yoki Sefermidi, xullas sertifikati bor. Shuni olib aytyapti, meni izohlarda yozibdi, rahmat kattakon, grantga talaba bo'ldim deb. Mana shunaqa. Odam mana shu narsa xursand qiladi, lekin ko'pchilik bilaman, eng kamida kontraktga kirgan, men orqali tayyorlanganlar, eng kamida kontrakt. Yani superga emas, oddiy kontraktga kirgan, men aytganimni qilib, 1 yil mobaynida men bilan ishlaganlar. Bor yo'g'i 50 ming so'm to'lov qilib, 1 yillik rejani tuzib berganman ularga. Ular esa natija ko'rsatdi. Eng kamida kontrakt, oddiy kontrakt. Eng kamida oddiy kontraktga kirishdi. Endi grantlar sonidan ko'ra kontraktlar soni ko'p, to'g'ri, chunki ko'pchiligi men bilan tayyorlanganlarning ko'pchiligi 170 olganda jahon tillariga, ko'pchiligi jahon tillarida, faqat ingliz tili. Ayrimlari iqtisodiyotga qiziqadiganlari bor edi, tarixga qiziqadiganlar bor edi. Ular jiddiy yondoshmagani uchun tarix sohasida eng yuqori menda men aytganimni qilgan, hech qayerga bormasdan tayyorlangan talaba bor yo'g'i 85-90 ball olgan ekan. Hech qayerga borib tayyorlanmasdan men prosta men aytganimni qilib hammasini qilib olgan, yaxshi natija ko'rsatdi xullas. Unaqalar soni ko'p. Adashmasam meni bir kishi yozgandi, 68 ball bilanmi maktabgacha ta'limga kirdi. Lekin u super kontrakt. Iloji yo'q edi. Ilojini qildim, yo'l ko'rsatdim. Qanday qilsa super kontrakt bo'ladi, qanday qilsa o'xshaydi, qanday qilsa talaba bo'ladi. Va bundan tashqari bu narsalar ko'p hali do'stlar. Ya'ni meni maslahatlarim, kerakli narsalar faqatgina sizning ballingiz bilan faqatgina davlatga emas, endi chet elga ham tavsiya qilaman. Chet elga o'qishga ketishni, qanaqa joylarga borishni, qaysi konsalting bilan gaplash kerakligini, ana shularni ham kanalimga endi avvallar joylab borardim. Hozir ko'pchilik O'zbekiston bo'lgani uchun O'zbekiston qolib ketdi. Endi YouTube'ga shu mavzuda video olaman. Ya'ni chet elga, masalan, Janubiy Koreyaga, Malayziyaga, Polshaga, xullas Yevropa, Osiyoga o'qishga ketishga haqida videolarni qo'yaman. Va agar shuni ham aktiv yaxshi bo'lsa va ko'pchilik rostdan ham men mana shu yerga ketmoqchiman desa, ularga ham strategiya qilamiz. Ya'ni bepul strategiya bo'ladi. Bular o'zlari hamma o'zi harakat qilib, o'zi hujjat to'plab, o'zi ketishga harakat qiladi. Lekin eng yaxshi yo'l bilasizmi nima? Juda ham ko'pchilik talabalar o'zim ketaman deb 2-3 yil umrini ketkazib qo'yadi O'zbekistonda. Lekin konsalting orqali ketadiganlar tezda ketadi, nisbatan tezroq ketadi xorijga o'qishga. Va aytgancha Germaniya haqida ham qilmoqchiman, chunki ko'pchilik ko'ryapman, Germaniyaga qiziqish yuqori ekan. Talabalar orasida ham Germaniya o'qishga qanday bo'ladi, tartibi qanaqa degan savollarni berishgan ekan. Albatta buni ham qilaman. Endi Germaniyaga hozir borish ancha qiynalishib qolgan. Uni statistikalarni ko'rib chiqdim, chunki bu yerga hindlar bosyapti yana. Bilasizlar, hindlar masalan O'zbekistonda bir borsa talabalarda 20-30 ming talaba borsa maksimal agar buncha bo'lishini aniq statistika yo'q. Buncha talaba borishiga ishonmayman. Lekin mabodo bizniki ham maksimal holatda 20-30 ming talaba Germaniyaga ketyapti deylik. Mana shu endi faqat O'zbekistonda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, boshqalarda xususan Hindistondan millionlab bo'ladi. Millionlab urinadi. Millionlab talabalar urinadi. Mana shunga Germaniyaga ketay deb, boshqa joyga boray deb. Va mana shunaqalar talabalarning Germaniyaga o'qishga ketishining imkoniyatini tushirib qo'yapti. O'shaning uchun ham ya'ni davlatga orqali o'qishga kirmoqchi bo'lsa, imkoniyati tushib ketyapti. Buni ham endi strategiya qilish kerak. Ya'ni shuncha talabaning ichidan qanday qilib sizlar birinchi o'ringa chiqishlaring kerak degan savol tug'iladi. Albatta buni yo'llari ko'p. Buni yo'llari esa to'g'ri strategiya orqali borish, to'g'ri strategiya orqali tayyorlanish. Albatta sohaga ham bog'liq bo'ladi. Va eng kamida endi birinchi talabi Germaniyaga ketishni, imkoniyatni oshirishni va 100% bepul Germaniyada universitetlarda ta'lim olishni bitta zo'r yo'li nemis tilidan sertifikat olish kerak. Ko'pchilik aytadi, nemis tilidan B1 yetadi deydi. Yo'q, B1 yetmaydi. O'zim tanishlarim borgan. B1 bo'yicha tavsiya qilmagan. B1 emas, B2. Anarog'i B1 yoki B2 deyishadi. Ko'proq B2 olganlarga, ya'ni grantga o'qishingiz aniq bo'ladi. Ko'pchilik o'ylar ekan, Germaniyaga ingliz tili bilan borsam yo'lim top ketaman deydi. Yo'q, Germaniyaga agar ketmoqchi bo'lsangiz, ingliz tili hech qachon ish bermaydi. Chunki men o'zim nemislarni o'zi bilan gaplashib ko'rdim. Germaniyada
Germaniyada to'g'ri, universitet topshirib ingliz tilida dars beradigan Germaniyada universitet topishingiz mumkin. Xususiy universitetlar ko'p ekan. O'zim ham xususiyni gaplashib ko'rganman o'qishga borishga. Lekin narxi eng arzoni yillik hisobda 7,5 ming yevro edi. 7,5 ming yevro atrofida edi. Maktabdagi baholang yaxshi ekan, qanchadir chegirma qilib berib, yiliga 6 ming yevromi shunaqa beramiz dedi. Xullas, Germaniyada o'qishga borish uchun, xususiyga kirish uchun ingliz tili yetarli, ammo lekin xususiydan chiqib endi ko'chaga borib ishlayman desangiz, ingliz tili ish bermaydi. Ingliz tili hech qachon Germaniyada ish bermaydi. Agar o'zingiz bir tayinli ish bilan borib aytgan bo'lsangiz, student bo'lib borayotgan bo'lsangiz va kunlik ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga ingliz tili ish bermaydi ekan u yerda. Chunki mana bu nemislarning o'zini gapi.